Hammaga assalomu alaykum. Kanalimga xush kelibsizlar. Sizlarni yangi videomda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugungi videoni hamma joyda trend bo'lgan ice latte tayyorlashdan boshladim. Chunki bugun menga energiya juda ham zarur. Ice latteni tayyorlash esa juda ham oson. Kofe, shakar va ozgina suvni yaxshilab mikserda ko'pirgunicha ko'pirtirib chiqamiz va stakanlarga solib, undan keyin ustidan ozgina muz va sutni qo'shsak, ichimligimiz tayyor bo'ladi. Juda ham mazali, albatta tayyorlab ko'ring. Muzdekni kofelarni ichib bo'lib, energiyaga to'lib, endi esa asosiy ishim podvalga tushaman. Podvalni tozalaymiz bugun. Hozir podvalni uborka qilaman deb pastga tushsam, bu bardakni qaranglar. Yana qayerdandir bilmayman, bu yerlarga suv to'shgan. Qayerdan suv oqqan bilmayman. Hamma joy ho'l. Bu yerda gilamni yo'yib bolalar o'ynashgan, даже gilamlarim ho'l bo'lib qolgan mana. Yarmigacha. Xullas, mana shunaqangi bardak meni kutib turibdi. Endi bu yerdan konfetka qilish uchun bilmadim qancha vaqtim ketadi. Ko'z qirqoq qo'l bo'tir degan gap bor. Hozir harakat qilaman. Bu yerni chiroyli qilib tozalashga Abu Bakrni uxlatib chiqdim. Bu yerda mendan boshqa hamma narsa bor. Hamma narsalarni bolalar tushirib qo'yishgan. Xolodilnikni ham ichini qarasam, ujus hozir mana nimalar bo'lib yotibdi. Xolodilnikni ham ichini hozir tozalab, joyini ham o'zgartirmoqchiman. Xullas, bu yerlarni hozir hammasini yig'ishtirib, akkuratni qilib qo'ymoqchiman. Даже mana bu kladovka deyman. Bu yerni polkalarimni ham ichini bardak qilib tashlashgan, bankalarni joyiga qo'yishmagan. Men bu yerda suv oqqan, nima bo'lgan, qayerdan oqqan bilmayman вообще. Hamma joy bardak bo'lib yotibdi. Xullas, menga omad va kuch-quvvat tilab qolasizlar. Men bu yerni tozalashni boshlayman. Albatta, podvalimiz bir kunda bunaqangi ahvolga kelib qolmagan. 2-3 marta ustalar kelib ishlashgandan keyin instrument kerak bo'lgan, stroj materiallar kerak bo'lgan, ularni olib chiqishgan, keyin shu bilan joyga qo'yishmagan, bankalarni olib chiqishib, keyin joyga qo'yishmagan pustoy bankalarni. Xullas, shunaqa bo'lib, hamma narsalarni yo'yib tashlaganlar bolalar, baribir ularga gapirgan bilan qildim deb baribir joyga qo'ymagan. Xullas, shunaqa qilib menga juda ham ko'p ish topib berdilar. Xullas, bu yerni chiroyli qilib tozalamoqchiman, chunki havo issiq, podvalimiz esa salqingina, maza qilib o'tirsak bo'ladi, lekin mana bu hozir suv oqqan, bilmayman qayerdan. O'shaning uchun hozir bug' bo'lib qolgan. Hozir vechkalarni yoqib qo'ydim. Yoqib ishlayapman, tezroq qurisin. Havo aylanadi vechka orqali va tezroq quriydi. Bu yerlarni supurib, yuvib, undan keyin yana 1-2 kun yoqib qo'yaman, namlari chiqib ketishi uchun. O'zi aslida videoni ancha oldin tayyorlab qo'ygandim, chiqaraman deb, lekin hech ham vaqtim bo'lmayotgandi. Sababi bilmadim, ko'z tegdimi? Hammamiz oilaviy kasal bo'lib qoldik. Men bilan Abu Bakrdan tashqari birinchi qizim shamollab qoldi. O'sha tog'da dam olganimizda oyoq yalang soyda oyog'ini ho'llab chiqqan, suvi juda ham salqin edi, muzdek edi va shamollab, tomog'i yiringlab, 2-3 kun isitmalab, lorga qatnab, zo'rg'a yaxshi qilib bog'chaga yubordim. Shahrizoda yaxshi bo'lgandan keyin turmush o'rtog'im namozga chiqqanlar va juda ham issiq edi o'sha payt havo. Quyoshda qolib, oftob ham endi bilmadim. Отравление bo'ldilar, juda ham yomon. 2-3 kun o'qishga qaradik. Undan keyin endi turmush o'rtog'im ham yaxshi bo'lganlarida Alisher o'g'lim mazasi bo'lmadi. 1,5 yil oldin operatsiya bo'lgandi, appenditsit va o'sha tikilgan joyda ozgina 0,5 santimetrgina ip qolgan ekan, lekin o'sha ip ham buni organizmiga to'g'ri kelmagan ekan va o'sha joyi yiringlab, ozgina shishgan. Uni ham olib borib mini operatsiya qilib tozalab 2-3 kun u bilan ovora bo'ldim. Xullas, shunaqalar bo'lib, video chiqara olmay qoldim. Xullas, hozir bolalar hammalari yaxshi. Hamma sog' salomat, Xudoga shukr. Va kanikulga sog' salomat chiqib oldik va bolalar kanikulda maza qilib dam olsinlar deb mana shu podvalni tayyorlab bermoqchiman bolalarga.
bu yerda bemalol yayrab o'ynasalar bo'ladi. Uyda baribir ham issiq, birinchidan, ikkinchidan shovg'in qilsa Abu Bakr uxlamay qolishi mumkin, uyg'onib qolishi mumkin. Shuning uchun ularga shu podvalni tayyorlab bermoqchiman yokida o'zimiz Abu Bakr bilan podvalda maza qilib o'ynab o'tirsak ham bo'ladi. Har bitta polkani changlarini artib, polkadagi narsalarni ham changini artib chiqyapman va shu bahonada qaysi korobkada nima turganligini ham bir boshdan ko'zdan kechirib chiqyapman. Ba'zilarida o'yinchoqlar, ba'zilarida esa archa narsalar turgan ekan. Kerakli narsalarini olib qo'yib, keraksizlarini azilni bitta korobka qilib musorga hozir olib chiqib tashlaymiz. Уже giloslar ham chiqqan, mevalar ham anchagina pishib qolgan. Kompot sezoni erta-indin boshlanadi. Shunga hamma bankalarimni ham sanab, nechta kompot, nechta nima yopishimni o'zimcha hisob-kitob qilyapman. Hali o'tgan yilgi narsalarimiz ham bor ekan. 2-3 ta kompotlarimizni ham olib chiqib qo'ydim bolalar bilan ichish uchun. Bu yil faqatgina giloslik va olchalik, slivalik kompot qilmoqchiman. Juda ham bolalar yaxshi ichishdi o'shanaqa kompotlarni va tomat qilaman. Bo'ldi, boshqa hech narsa yopmoqchi emasman. Baribir yosh bola bilan juda ham qiyin. Bir o'zimga bu ishlarni qilish. O'tgan yil amallab qilgandim, hammasini homilador edim. Videolarda ko'rishlaringiz mumkin. Uborka bahonasida hamma bankalarimni ham sortirovka qilib oldim. Juda ham ko'p vareniya qolgan ekan. O'tgan yil, undan oldingi yil qilingan vareniyalar ham bor ekan. Ularni endi nima qilishni bilmayapman. Naverni hammasini olib pirog pishiraman. Kuzgacha Xudo xohlasa har hafta 1-2 pirog qilsam agar tugab qolsa kerak. Bolalar ko'proq chokotela yeyishadi. Avvalgi biz yoshligimizda ko'proq vareniya yeb zavtrak qilsak, hozirgilar faqat chokotela yeyishadi. Juda ham ko'p chokotelani banchkalari bor ekan. Ularni ham bitta korobkaga solib olib qo'ydim. O'ynalmaydigan igrushkalar, ishlatilmaydigan texnikalar, xullas hammasini yig'ishtirib joyiga solib qo'ydim. Endi bu yoqdagi narsalarni ham yig'ishtirib, gilamni bir chekkaga surib qo'yaman. Juda ham og'ir ekan, simuli ho'l bo'lgan. Suv toshgandan keyin uni yig'ishtirib qo'ydim bir chetga. O'g'lim yordamlashdi olib chiqishga. O'g'limning kuchi ko'proq mendan ko'ra. Shuning uchun undan yordam so'radim va undan keyin xolodilnikni ham joyini o'zgartirishga yordam berdi. To'g'ri, men unga yordam berdim. Shunaqa qilib, xullas hamma joyini yig'ishtirib, akkuratni qilib qo'ydik. Xolodilnikni bir chetga surib qo'yganimdan keyin havo hali yaxshiligida siraza hovliga chiqib, gilamni o'zim yuvib chiqdim. Chunki karcherga bersam kamida 2-3 kun tozalaydi, quritadi. Shu bilan 2-3 kun cho'zilib ketadi. Shuning uchun o'zim tozalashga qaror qildim. Unchalik o'zi kir ham bo'lmagandi, faqatgina o'sha suv toshgandan keyin ho'l bo'lib qolgan. Baribir ham vijdonim qabul qilmadi. Bolalar o'tirib o'ynashadi. Qayerdan kelgan usul men bilmayman. Shuning uchun o'zim tozalab chiqdim. To'g'risi yuvganda yoshligim esimga keldi. Yoshligimiz paytida qo'shnilar bilan birgalikda gilamlarni chiqib, yuvib, bir-birimizga suvlarni sepib, shunaqa qilib tozalardik gilamlarni, bir-birimizga yordam berardik. Qo'shnilarimiz yuvsa biz chiqardik, biz yuvsak agar qo'shnilarimiz chiqib bizga yordamlashardi. Xullas shunaqa qilib eslab o'sha kunlarni gilamni yuvib chiqdim. O'g'lim kelib yana yordamlashdi ilib qo'yishga. Buni ilib qo'yganimizdan keyin sirazi podvalga tushib supurib chiqdim. Lekin o'zim yuva olmadim, chunki Abu Bakr uyg'onib qoldi. O'g'lim Shohruh yordamlashdi yuvib qo'yishga 1-2 marta o'zi yuvib chiqdi, chunki juda ham loy bo'lib qolgan, ba'zi joylari juda ham kir bo'lib qolgandi va uni orqasidan yana o'zim ham bitta chiroyli qilib yuvib tozalab qo'ydim va hozir rezultatni ko'rasizlar. Mana podvalimiz va nihoyat akkuratni top-toza bo'ldi, nafas oldi. Hamma joy toza bo'ldi. Faqatgina mana shu xolodilnik qoldi. Xolodilnikni tozalashga kuchim yetmadi. Xudo xohlasa ertaga akkuratni qilib, ichlarini tozalab, yuvib, undan keyin ichiga kompot, napitkalar, shirinliklar, pechenye va filkalarni joylab chiqaman. Bu yerda esa bolalar uchun joy, mana toza gilamlarni, ko'rpachalarni solib qo'ydim. Bu
bu yerda mana Abu Bakrni kolbelkasi bilan kovrikim. Bu yerda maza qilib o'tirib o'ynaydi. Laminatlarim to'p-toza, yaraqlab turibdi. Mana bu yerlarni ham hamma joyini changlarini olib, tozalab, akkuratni qilib qo'yganman. Hamma narsa o'zining joyida endi. Xullas shunaqa. Videomni oxirigacha ko'rganlaringiz uchun sizlarga katta rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling. O'zingizni asrang.